Shamollash, gripp kabi kasalliklar avjiga chiqqan bir mavsumda bu ildiz mevaga ko'pchilikning ehtiyoji tug'iladi. Sholg'om. Sholg'omning ildiz mevasi 10 kilogrammgacha yetishi mumkin. Sholg'omning hamma navlari tez pishadi. Ildiz meva 40-60 kunda yetiladi. Uni qadimdan taomga qo'shishni va madaniylashtirishni boshlashgan. Misr, Yunoniston va Rimda bu sabzavotni dag'al va to'yimli taom hisoblab qullarga berishgan. Sholg'om uzoq vaqtgacha oddiy odamlarning taomi sanalgan. Lekin ilk o'rta asrlardan ildiz meva tansiq taom sifatida qadr topa boshlagan. Bugungi kunda esa ko'pchilik uning nihoyatda foydali sabzavot ekanligini biladi. Sholg'omning qanday foydalari bor? Sholg'om tarkibida 9% qand va ko'plab vitaminlar, boshqa ildiz mevalardagi nisbatan 2 barobar ko'p B guruh vitaminlari bor. Sariq sholg'omda A provitamini yuqori konsentratsiyada mavjud. U mikroelementlarga boy. Mis, temir, marganez, rux, yod va boshqalar singari mikroelementlarga. Oltin gugurtga boyligi jihatidan boshqa sabzavotlar orasida birinchi o'rinda. Fosfor esa redisk va turpdagidan ko'proq. Kam kaloriyali bu sabzavotda yengil singadigan polisaxaridlar, shuningdek ichak peristaltikasini faollashtiradigan kletchatka mavjud. Bu uni ichak uchun foydali parhez taomga aylantiradi. Sholg'omda saratonga qarshi kurashish xususiyatiga ega sulforafanning o'simlik muqobili gulkorafanin topilgan. Bu modda faqat sholg'om va karam, gulkaram, brokoli va ko'lrabida mavjud. Sholg'om zamburug' va bakteriyalarga qarshi turish xususiyatiga ega. Unda ayrim zamburug'larning ko'payishiga to'sqinlik qiladigan o'simlik antibiotigi, shuningdek mikroblarga qarshi faol bo'lgan modda lizotsin mavjud. Sholg'omning ta'mi va rangi uning naviga bog'liq. Xo'sh, shuncha foydali jihatlari bor ekan. Zararli tomonlari ham bormi dersiz? Albatta bor. Qaynatilgan va bug'lab pishirilgan sholg'om hatto ildiz meva iste'moli tavsiya qilinmagan odamlarda ham nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarmaydi odatda. Pishirmasdan esa uni hammaga ham yeyish mumkin emas. Masalan, oshqozon, ichak trakti, buyraklar va jigar kasalliklaridan aziyat chekadigan odamlar sholg'omni pishirmasdan iste'mol qilmasliklari kerak. Sholg'omni ko'p xom yeyish gaz hosil bo'lishi va qorin namligini keltirib chiqarishi mumkin. Emizadigan onalarga ham bolada allergik reaksiya chaqirmasligi uchun sholg'om yeyish tavsiya qilinmaydi. 2 yoshdan esa bolaning taomnomasiga bu ildiz mevani asta-sekin kirgizish juda foydali. Tibbiyotda qanday ishlatiladi? Shifokorlar bug'da pishirilgan sholg'omni parhez taom sifatida tanovul qilishni maslahat berishadi. Uning kaloriyasi kam. 100 grammda 32 kilokaloriya. To'yimli va ichak motorikasini faollashtirib, hazm qilish jarayonini yaxshilaydi. Bu sabzavot pyure shaklida bolalar uchun ajoyib taom. Sholg'om xususiyatlariga ko'ra kaloriyaga boyroq kartoshkadan qolishmaydi. Xuddi uningdek to'yimli va oshqozonda ortiqcha og'irlik paydo qilmaydi. Bundan tashqari sholg'om siydik va o't haydash xususiyatiga ega. Demak, qovuq va o'ttosh kasalliklarida sholg'om iste'moli foydali hisoblanadi. Sholg'om yallig'lanishga qarshi kurashish, og'riqni qoldirish xususiyatiga ega. Undan tomoq, stomatit, bronxit kasalliklarini majmuaviy davolashning bir qismi sifatida foydalanishadi. Bundan tashqari u podagra va bo'g'im og'riqlarini, zamburug'larga qarshi kurashish xususiyati esa ba'zi zamburug' kasalliklarining xavfini kamaytiradi. Ildiz meva kosmetologiyada terini namlantiruvchi va to'yintiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Yallig'lanishlarni kamaytirish uchun yangi sholg'om sharbati teriga suriladi. Uning antibakterial xususiyati tufayli yiringli yaralar kamayadi. Sholg'omning onkologik kasalliklar rivojiga ta'siri isbotlangan. Undagi gulkorafanin saraton hujayralarining ko'payishi va tarqalishini to'xtatadi. Oltin gugurtning yuqori konsentratsiyasi zaharli moddalarning qondan chiqib ketishini tezlashtiradi. Sholg'omdan oshxonada qanday foydalaniladi? Sholg'omni ko'pincha pishirishadi, lekin ba'zan xomligicha, ya'ni pishirmasdan ham iste'mol qilishadi va salatlarga ham qo'shishadi. Uni toblash, qaynatish mumkin. Ildiz mevadan toblamalar tayyorlashadi, bolalarga pyure qilib berishadi. Sholg'omni qanday tanlash va saqlash kerak? Ildiz mevani tanlashda uning po'chog'iga ahamiyat berish lozim. U silliq, dog'lar va shikastlarsiz bo'lishi lozim. Yirik bo'lmagan sholg'omni sotib olgan ma'qul. U shirinroq va tahiri kamroq bo'ladi. Sholg'omning navlari ko'p.
sarig'i sersuv, ta'mi yorqin va tolalari ko'p. Oqining hidi u qadar o'tkir emas, ammo tolalari mayin, yengilroq singadi va bolalarga ko'proq mos keladi. Yashilining ta'mi rediskaga o'xshab ketadi. Qora sholg'om ovqatga kamdan kam solinadi, chunki juda ta'xir bo'ladi. Yerto'lada qumda ildizmeva kuzdan bahorgacha saqlanishi mumkin. Sovutgichda esa namlik yuqori va ventilyatsiya sustligi sababli 2 oydan ortiq turmaydi. Xona harorati qorong'i joyda sabzavot uzog'i bilan bir necha haftagacha saqlanishi mumkin. Uzoq saqlanganda sholg'om ta'xir maza bera boshlaydi. Sabzavotni archib, to'g'ragan holda bir necha oygacha muzlatgichda saqlash mumkin bo'ladi. Agar sizga roliklarimiz, maslahatlarimiz, tavsiyalarimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hali yana qiziq va foydali ma'lumotlarni berishda davom etamiz.